Molyar massa nima? Molyar massa bizda har doim 1 mol zarrachaning massasi hisoblanadi. Ikkinchisi molyar hajm nima? 1 mol zarrachaning hajmi molyar hajm hisoblanadi bizda. Birinchi savolimiz formulasi HCOO natriy bo'lgan birikmaning molyar massasini gram taqsim molda hisoblang deyapti. Vodorod massasi bizda 1, uglerod massasi 12, kislorod massasi 16, plus yana 16 plus 23 natriy massasi teng 68. Javobimiz B javobi. Birinchi savolimiz molyar massasi 93 gram taqsim mol bo'lgan birikma formulasini ko'rsating deyapti. Bunda biz javobdan foydalanamiz. A javobda 6 ta uglerod C6H5NO2, 6 ta uglerod massasini hisoblaymiz. 6 ko'paygan 12. 5 ta vodorodning massasi 5 bo'ladi. Azotning massasi 14 plus 2 ta kislorodning massasi 16 ko'paygan 2 yoza olamiz. Mana bu qism bizda ajratib olamiz. C6H5 chunki har bitta javobimizda C6H5 bor. Shunda massasi buni 12 ni 6 ga ko'paytirsak 72 ga 5 ni qo'shsak 77 ekan. C6H5 imiz massasi. Endi buni massasi hisoblasak 46. 46 ni qo'shsak 123. Bizda 93 kerak. Endi B javob hisoblanadi. Mana buni massasi bizda 77 chiqqanda 14 plus 2 ni qo'shsak bizda chiqadi 93. Demak javobimiz B javob. Birinchi savolimiz molyar massasi eng kichik bo'lgan birikma formulasini ko'rsating deyapti. Har bittasini formulasi hisoblab chiqamiz. Borning massasi bizda 11 plus 3 ta vodorod teng 13. A javobimiz 14 ekan. B javobimiz vodorodning massasi 2, ikkitasiniki. Kislorodning massasi 16 qo'shsak 18. B javobimiz. C javobimiz uglerod 12, 4 ta vodorodimiz 4 teng 16. D javobimiz azot 14 plus 3 ta vodorodimiz massasi 3 teng 17. Demak bizda javob A javob. Birinchi savolimiz OX ning molyar massasi 48 gram taqsim mol bo'lsa, X ning qiymatini aniqlang deyapti. Bizda bir dona kislorodning massasi 16 gram. Bizda 48 gram kislorod bo'lishi uchun X teng nechi bo'lishi kerak? Proporsiyadan foydalanamiz. 48 ni 1 ga ko'paytirib 16 ga bo'lsak teng 3 chiqadi. Javobimiz C. Birinchi savolimiz X2 ning molyar massasi 28 gram taqsim mol bo'lsa, X ni aniqlang deyapti. Bizda X noma'lum element bor ekan, undan ikkita 2X teng shunda massasi 28. X teng 14. Bu azot. Birinchi savol P2OX ning molyar massasi 110 gram taqsim mol bo'lsa, X ning qiymatini aniqlang deyapti. Bizda fosfor 2 ta, 2 ko'paygan 31 plus kislorodimiz X ta. X ni ko'paytiramiz, kislorod massasi 16 ga. Tenglaymiz 110 ga. 2 ni 31 ga ko'paytsak 62 plus 16 X teng 110. Endi ma'lumlar bir tarafga tenglama ishlashimiz uchun noma'lum bir tarafda bo'lishi kerak. Shuning uchun 62 ni 110 dan ayiramiz. 16x ni o'zini yozamiz. 62 dan 110 dan 62 ni ayirsak 8 48 x teng 3. 48 ni 16 ga bo'lsak. Javobimiz B. Birinchi savolimiz XO ning molyar massasi 28 gram taqsim mol bo'lsa, X ni aniqlayapti. Demak bizda X noma'lum. Qo'shamiz, kislorod massasi 16 tenglaymiz 28 ga. X teng 28 dan 16 ni ayirsak 12. Demak bu uglerodning massasi. Birinchi savolimiz XO2 ning molyar massasi 64 gram taqsim mol bo'lsa, X ni aniqlang deyapti. Demak X yana noma'lum. Plus qo'shamiz 2 ta kislorod 16 ko'paygan 2 teng 64. X teng 16 dan 2 ga ko'paytirsak 32. 64 dan 32 ni ayirsak teng 32. Demak javobimiz oltin gugurt. Massasi 32. Keyingi savolimiz 9.1. XO3 ning molyar massasi 103 gram taqsim mol bo'lsa, X ni aniqlang. X plus 3 ta kislorod massasi 16 ko'paygan 3 teng molyar massasi 103 ga. X'imiz teng 103 dan 16 ni ko'paysa 48, 103 dan 48 ni ayiramiz. X teng 55. Demak bu marganiz.
ikkinchi savolimiz x2oning molar massasi 270 gramm taqsim mol bo'lsa x ni aniqlang deyapti. Demak, x'imiz 2 ta, 2 ko'paygan x plus 16 kislorod massasi tenglaymiz 270 ga. 2x teng 270 dan 16 esa 254, x teng 254 2 bo'lamiz 127. Bu yod. Keyingi savolimiz 11-birinchi savol. X2O3 ning molar massasi 102 gramm taqsim mol bo'lsa x ni aniqlang deyapti. Demak, 2 ko'paygan x plus 3 ko'paygan 16 teng 102. 2x plus 48 teng 102. 2x teng 102 dan 48 ni ayiramiz 4. 54 bo'ladi. X teng 54 ni 2 ga bo'lsa 27. Shunda javobimiz alyuminiy. Keyingi savolimiz 12-birinchi savol. X2O5 ning molar massasi 151 gramm taqsim mol bo'lsa x ni aniqlang deyapti. 2 ko'paygan x plus 5 ko'paygan 16 teng 151. 2x plus 16 ni 5 ga ko'paytirsak 80 teng 151. 2x teng 151 dan 80 ni ayirsak 71. X teng 71 ni 2 ga bo'lsak 35,5. Bu bizada xlor massasi. Keyingi savolimiz 13-birinchi. X2O7 ning molar massasi 272 gramm taqsim mol bo'lsa x ni aniqlang deyapti. 2 ko'paygan x plus 7 ko'paygan 16 kislorod massasi teng 272. 2x plus 16 ni 7 ga ko'paytirsak 112 teng 272. 2x teng 272 dan 112 ni ayirsak 160. Endi 160 ni 2 ga bo'lsak x teng 80. Demak, bu brom bizada. 14-birinchi savol. Bir valentli element oksidining molar massasi 30 gramm taqsim mol bo'lsa elementni aniqlang. Demak, noma'lum elementni oksidning formulasini keltirib chiqarishimiz kerak. Noma'lum element x bo'lsa, ikkinchisi oksidda kislorod bo'ladi. Endi valentliklarni qo'yib chiqamiz. Noma'lum elementni valentligini 1 deyapti. Kislorodning valentligi oksidda har doim 2 bo'ladi. Endi ikkalasini o'rnini almashtirsak 2 bu yoqqa tushadi. Birligi uchun kislorod o'zi yoziladi. Endi mana shuni massasi bizada 30 ekan. Endi noma'lum elementdan 2 ta bo'lgani uchun 2 ko'paygan x plus kislorod massasi 16 teng 30 ga. 2x teng 16 dan 30 dan 16 ni ayirsak 14. X teng 14 ni 2 ga bo'lamiz 7. Demak, 7 bu bizada litiyni massasi. 15-birinchi savol. 2 valentli element oksidining molar massasi 40 gramm taqsim mol bo'lsa elementni aniqlang. Noma'lum element 2 valentli ekan. Kisloroddan bizda oksidlar har doim 2 valentli bo'ladi. Ikkalasi juft son bo'lgani uchun qisqartiramiz 1 1. Shunda elementlar o'zi XO bo'ladi. Molar massasi shuni 30 ekan. Demak, x plus 16 teng 30 emas 40. X teng 40 dan 16 ni ayirsak 24. Bu massa bizada magniy. 16-birinchi savol. 3 valentli element oksidining molar massasi 152 gramm taqsim mol bo'lsa elementni aniqlang. Noma'lum elementimiz bizada 3 valentli ekan. Kislorodimiz 2 valentli. Ikkalasini o'rnini almashtirsak x dan 2 ta, o dan 3 ta bo'ladi. Mana shuni molar massasi bizada 152. Demak, 2 ko'paygan x plus 3 ko'paygan 16 teng bo'lishi kerak ekan 152 ga. Endi 2x teng 152 dan 3 dan 16 ko'paysa 48 ayiramiz. 152 minus 48 teng 104. Endi 2x teng 104 bo'lsa x ni topishimiz uchun 104 ni 2 ga bo'lamiz 52 chiqadi. Bu bizada xrom massasi. 17-birinchi savol. 5 valentli element oksidining molar massasi 108 gramm taqsim mol bo'lsa elementni aniqlang. Noma'lum element bizada 5 valentli, kislorodimiz 2 valentli. O'rnini almashtirsak x dan 2 ta, kisloroddan 5 ta bo'ladi. Endi massasini so'raymiz. 2 ko'paygan x plus 5 ko'paygan 16 teng bo'lishi kerak ekan 108 ga. 2x teng 108 ayiramiz. 5 ko'paygan 16 80. 108 dan 80 ni ayirsak 28. 28 ni 2 ga bo'lamiz. X teng 14 massasi. Demak, bu azot. 18-birinchi savol. 6 valentli qaysi element oksidining molar massasi 176 gramm taqsim mol deyapti. Demak, x'imiz 6 valentli ekan.
Kislorodimiz ekvivalentli ikkalasini qisqartirsak 2 ga qisqaradi. 6 ni 2 ga bo'lsak 3, 2 ni 2 ga bo'lsak 1. Demak 1 x ga tushadi, o'zi yoziladi. 3 kislorodga tushadi. XO3 ekan molekyular massasi, formulasi. Endi x'imizdan bitta plus kislorodimizdan 3 ko'paygan 16 uchtaligi uchun teng 176 ga teng. X'imiz teng 176 dan 48 dan ayirsak 128. Bu bizda tellurni massasi. 16-9-savol. C4H10 OX ni molekyular massasi 122 gram taqsim mol bo'lsa, X ni aniqlang. Demak, uglerod 4 ekan. 4 ko'paygan 12 plus 10 ta vodorodning massasi 10 plus X da kislorodimiz X ni ko'paytiramiz 16 ga tenglaymiz 122 ga. 4 ni 12 ga ko'paytiramiz 48. 48 ga 10 ni qo'shsak 58 plus 16 X teng 122. 16 x teng 122 dan 58 ni ayirsak 64. X'imiz teng 64 16 ga bo'lsak 4. Javobimiz D javobi. 22-savolimiz. Quyidagi ma'lumotlar asosida X, Z birikmaning molekyular massasini gram taqsim molda aniqlanadi. Bizda X, Y ning molekyular massasi 56 ekan. X, Y'imiz 56 gram. Demak bu X plus Y teng degani 56 ga. Ikkinchisi X, Y4 Z ni molekyular massasi 136. X, Y4 Z teng 136 ga. Demak X plus 4 ko'paygan Y plus Z ni qiymati 136 ga. Oxirgisida Y ning qiymati molekyular massasi deyapti 16. Demak Y teng 16 ga. Y teng 16 ga bo'lsa, birinchi tenglamay qo'yamiz. X plus Y ning o'rniga 16 qo'yamiz. Teng 56. X'imiz teng 56 dan 16 ni ayiramiz 40. Demak X ning molekyular massasi 40 ekan bizda. Endi bizda X bilan Z, X Z birikmani molekyular massasini hisoblashimiz uchun Z ni ham topib olishimiz kerak. Endi X ham ma'lum, Y ham ma'lum. Z ni topib olamiz. Mana bu tenglamadan. X ning o'rniga 40 qo'yamiz. Plus 4 ni ko'paytiramiz Y ga. 4 ni 16 ga ko'paytirsak 64 plus Z qo'shamiz. Tenglaymiz 136. Endi 40 ga 64 ni qo'shsak 104. 104 plus Z teng 136 ga. Z teng 136 ni ayiramiz 104 ni 32 chiqadi. Endi bizda X Z ni molekyular massasini so'raganda X ning o'rniga 40 qo'yamiz. 40 plus Z imiz chiqdi bizda 32. 40 ga 32 ni qo'shamiz 72 gram taqsim mol. Bu B javob. 21-savol. X3 PO4 dan 2 taning molekyular massasi 601 gram taqsim mol bo'lsa, X elementi aniqlanadi. Demak bizda X noma'lum elementdan 3 ta bo'lgani uchun 3 ko'paygan X. Endi plus qavs ochamiz, qavs borligi uchun. Fosforning massasi 31. Kislorodning 4 tasini massasi 16 ni 4 ga ko'paytirsak 64. Qavs yopamiz. Shundan 2 taligi uchun ko'paytiramiz 2 ga. Tenglaymiz 601 molekyular massasiga. Endi 3x plus 31 ga 64 ni qo'shsak 95. 95 ni 2 ga ko'paytirsak 190 teng 601 ga. Endi 3x teng 601 dan 190 ni ayirsak 411 chiqadi. Endi x topishimiz uchun 411 ni bo'lamiz 3 ga. 137. Demak bu X elementimiz bizda bariy. 22-savol. Kalsiy 3 XO4 dan 2 taning molekyular massasi 492 gram taqsim mol bo'lsa, X elementining molekyular massasini gram taqsim molda aniqlang deyapti. Demak, kalsiydan 3 taligi uchun 3 ko'paygan 40 kalsiyning massasi plus qavs ochamiz X plus kisloroddan 4 taligi uchun 16 ni 4 ga ko'paytiramiz 64. Qavsni yopib ko'paytiramiz 2 ga 2 talik. XO4 dan 2 taligi uchun tenglaymiz 492 ga. Endi 40 ni 3 ga ko'paytirsak 120 plus qavsni ochib chiqamiz. X bu yoqda noma'lumligi uchun endi qo'shib bo'lmaydi. Qavsni ochsak 2 ni ko'paytiramiz har bitta hadga. 2 ni ko'paytiramiz X ga 2x plus 2 ni ko'paytiramiz 64 ga 128.
tenglaymiz 492 ga. Endi 120 ga 128 ni qo'shsak, 2x o'zi yozib olamiz. 248 bo'ladi. Tenglaymiz 492 ga. Endi 2x teng 492 dan 248 ni ayiramiz. 244 bo'lishi kerak. X teng 244 ni 2 ga bo'lsak 122. Demak javobimiz D javob. 23-birinchi savol. X2, Y3 va X2, Y5 birikmalarining molyar massalari mos ravishda 110 va 142 gram taqsimol bo'lsa, X va Y elementining molyar massalarini aniqlang deyapti. Demak, yozamiz. X2, Y3 ning molyar massasi bizada teng ekan 110 ga. Xuddi shunday X2, Y5 ning molyar massasi teng 142. Endi tenglama tuza olamiz. 2 nomerni 2 tenglama. Birinchi tenglamamiz 2 ni ko'paytiramiz x ga, ikkitaligi uchun x. Y ni ko'paytiramiz 3 ga. Ikkalasini qo'shsak, bizada massasi 110 ekan. Endi xuddi shu tenglama ikkinchisi uchun. 2 ni ko'paytiramiz x ga plus 5 ni ko'paytiramiz y ga. 5 y bo'ladi. Tenglaymiz 142. Mana shu sistemani ishlaymiz. Sistemani ishlash uchun nomerlardan bittasini kamaytirishga harakat qilishimiz kerak. Bizda mana shu sistema ayirsak, 2x ni 2x ayirsak 0 bo'ladi. Ikkalasini ayirmasi 0 bo'lib ketadi. Endi 5y dan 3y ni ayiramiz. Bizda qoladi 2y teng 142 dan 110 ni ayirsak 32 chiqadi. Endi y'imiz teng 16 ga. 32 ni 2 ga bo'lganimiz. Endi y'imiz teng 16 bo'lganda x topib olishimiz kerak. Ixtiyoriy bitta tenglama o'rniga qo'yamiz. Birinchi tenglama o'rniga qo'ysak 2 ko'paygan x plus 3 ko'paygan y o'rniga 16 qo'yamiz. 16 yozib olamiz. Teng 110 ga. Endi 2x teng 110 dan 48 ni ayiramiz. 110 dan 48 ni ayirsak 62. Demak, x'imiz teng 62 ni 2 ga bo'lamiz. 31. X'imiz 31, y'imiz 16 bo'lgan. Bu B javobdir. 24-birinchi savol. Quyidagi ma'lumotlar asosida X, Y, 7 ni molyar massasini gram taqsimolda hisoblang deyapti. X, Y3 ni molyar massasi 184 ekan. X, Y5 ni molyar massasi 222 ekan. Demak, X, Y3'imiz emeri teng bo'lyapti 184 ga. X, Y5 ni emeri teng bo'lyapti 222 ga. Endi tenglama qila olamiz. X ga qo'shamiz 3y ni. X plus 3 ni ko'paytiramiz y ga. 3y qo'shganimizda 184 chiqishi kerak ekan. Xuddi shunday tenglama ikkinchisi uchun ham tuza olamiz. X ga qo'shamiz 5 y ni teng 222 chiqishi kerak ekan. Endi ikkita tenglama sistemasini ishlay olamiz. Endi bitta nomerni yo'qotishimiz uchun sistemalarni ayirib olsak, x ni x dan ayiramiz 0 bo'lib ketadi. 5y dan 3y ni ayirsak 2y, 222 dan 184 ni ayirsak 38 chiqadi. Demak, 38 ni 2 ga bo'lsak, y teng 19 ekan. Demak, bu xato. Y'imiz massasi 19. Endi bitta tenglama o'rniga qo'yib x ni topib olishimiz kerak. Bizda mana bu tenglama o'rniga yozib olsak boshqatdan x plus 3y teng 184 ga. X plus 3 ni ko'paytiramiz 19 ga 57. Y o'rniga qo'ydik. Teng 184. Endi x teng 184 dan 57 dan ayirganimizda 127. Demak, bizda x'imizning massasi 127, y'imizning massasi 19 ekan. Endi bizda x, y7 ning massasini topishimiz kerak. X plus 7 ko'paygan y ni topishimiz kerak. X o'rniga 127 ni qo'yamiz. Plus 7 ni ko'paytiramiz 19 ga. Bu bizda 133 bo'lishi kerak. Ikkalasini qo'shsak, 127 ni 133 ga qo'shsak 260. Javobimiz C javob.
25 savol. Quyidagi ma'lumotlar asosida y elementining molar massasini gram taqsim molda aniqlang deyapti. x3 y2 ni birikmaning molar massasi 208 gram taqsim mol, x4 y3 birikmaning molar massasi 296 gram taqsim mol ekan. Endi tenglama tuza olamiz. Demak, 3 ko'paygan x plus 2 ko'paygan y teng molar massasi 208 ekan. Ikkinchi tenglamamiz 4 ko'paygan x plus 3 ko'paygan y teng massasi 296 ekan. Endi bu sistemani ishlashimiz salgina murakkabroq. Endi yoki y yoki x ni yo'qotishimiz uchun ikkalasini bir xil songa olib kelishimiz kerak. 2 men y larni yo'qotishga harakat qilaman. Sabab 2 bilan 3 ga umumiy korrelyasiya topish osonroq. Ikkalasi ham 6 ga bo'lingani uchun, demak 2y ni necha ko'paytirsam 6 bo'ladi? 3 ga. Demak, bu sistemani 3 ga ko'paytiraman. 3y ni necha ko'paytirsam 2 bo'ladi. 3y ni necha ko'paytirsam 6 bo'ladi. Demak, buni ko'paytiraman 2 ga. Endi ikkalasini ham boshqatdan yozib olaman. Endi har bitta xat ko'payadi. 3 ni ko'paytiramiz 3x ga. 9x plus 2y ni ko'paytiramiz 3 ga. 6y teng 208 ni 3 ga ko'paytirsak 624 bo'ladi. Endi pastdagi sistemani ham shunday ko'paytira olamiz. 2 ni ko'paytiramiz 4x ga. 8x 3y ni ko'paytiramiz 2 ga. 6y teng 296 ni ko'paytiramiz 2 ga. 592. Endi 6y bo'ldi. 6y bo'ldi. Endi mana shu sistemani ayirib olganimiz 6y lar 0 bo'lib ketadi. 624 dan 592 ni ayiramiz 2, 32 chiqar ekan. Endi 9x dan 8x ni ayirganimizda x o'zi qoladi. Demak, x teng 32 ga. Endi bu tenglamani x ni o'rniga qo'yamiz. Mana bu tenglamani o'rniga yozib olaman. 3 ko'paygan x ni o'rniga 32 qo'yaman. Plus 2 ko'paygan y teng 208 ga. 32 ni 3 ga ko'paytirsam 96. 2y ni o'zini yozib olamanda 208 dan 96 ni ayiraman. 96 desak 2 10 112 bo'lar ekan. Y teng 112 ni 2 ga bo'lsak 56. Demak, bizda y ni qiymatini so'raganda 56 ekan. C javob. 26-savol. XFN molekulasida 4 ta atom bo'lib, birikmaning molar massasi 88 gram taqsim mol bo'lsa, X atomining molar massasini gram taqsim molda aniqlang deyapti. Demak, oldin biza N ni qiymatini topishimiz kerak. Bitta molekulada nechta atom bor? 4 ta atom bor deyapti. Demak, X dan bizda bitta X indeksda hech narsa yo'qligi uchun 1 olamiz. Plus F elementidan ftordan nechta deyapti? N ta. Qo'shamiz. Atomlar soni nechta bizda? 4 ta deyapti. 1 ga n ni qo'shganimizda 4 chiqishi kerak ekan. N ni qiymati bizda 3. Demak, moddamiz X ftor 3 ekan. Shuning emeri bizda 88 ga teng deyapti. Endi tenglama tuzamiz. X ga qo'shamiz. 3 ni ko'paytiramiz 19 ga, ftorning massasi teng 88 ga tenglaymiz. Endi X teng 88 dan 57 ni ayirsak 1 31 bo'ladi shunda. X imiz teng 31. Demak, X ning molar massasi 31 bo'lgani uchun javobda D. 27-savol. NH4 dan 2 ta XO3 birikmaning molar massasi 112 gram taqsim mol bo'lsa, X elementini aniqlang deyapti. Demak, N azotning massasi 14, 4 ta vodorodning massasi 4. Qavsga olib, shundan ikkitalik uchun 2 ga ko'paytiramiz. Qo'shamiz. X element massasi x bo'ladi. Plus 3 ta kislorodning massasi 16 3 ga ko'paytirsak 48. Tenglaymiz. Molar massasi 112 ga. 14 ga 4 ni qo'shamiz. 18. 18 ni 2 ga ko'paytirsak 36 plus x plus 48 teng 112 bo'lsa, x plus 48 ga 36 ni qo'shsak 70 84 teng 112 ga. X imiz teng 112 dan 84 ni ayirsak 8 28. X imiz teng 28. Demak, bu kremniyning massasi. 28-savol. XO2 ning molar massasi 80 gram taqsim mol va X2O ning molar massasi 144 gram taqsim mol bo'lsa, N ning qiymatini aniqlang deyapti.
Demak, x(o2) emeri bizada teng 80 ga. x2(o(n) dan shuni molar massasi bizaga teng ekan 144 ga. Endi birinchi tenglamani tuzolamiz. X plus ikkita kislorod massasi 32 tenglaymiz 80 ga. X'imiz teng 80 dan 32 ni ayirsak 48. X ning massasi 48 ekan. Endi mana bu tenglamaya qo'yib n ning qiymatini topib olishimiz kerak. 2 ni ko'paytiramiz 48 ga, n ni ko'paytiramiz 16 kislorod massasiga tenglaymiz 144 ga. 48 ni 2 ga ko'paytirsak 96. Demak 16 n ni o'zini yozamiz. 144 dan 96 ni ayirsak 48. N teng 48 ni 16 ga bo'lsak 3. Demak javobimiz C. 29-birinchi savol. Kalsiy X2 va Y2S birikmalarining molar massalari teng bo'lsa deyapti. X va Y elementining molar massalari orasidagi munosabatni aniqlang. Demak, ikkalasi massasini tenglaymiz. Teng degani uchun molar massalari. Endi kalsiyning massasi 40 plus 2 ko'paygan X teng deymiz 2 ko'paygan Y plus oltin gurtning massasi 32 ga. Demak, bizda ma'lumotni bir tarafga, nomalni bir tarafga o'tkazsak, 32 ni chap tarafga o'tkazamiz, 40 dan 32 ni ayiramiz. 32 olib plus bo'lgani uchun tenglik deb bu tarafga o'tkazsak minus bo'lib o'tadi. Shunda 40 dan 32 ni ayirganimiz 8 teng 2x ni endi o'ng tarafga o'tkazamiz. 2y o'zi minus 2x. Endi 2 ga bo'laversak 4 teng 2 emas, 2 ni 2 ga bo'lsak y qoladi. Teng 2 ni yana 2 ga bo'lsak x qoladi. Demak, tenglamani 2 ga bo'laverganimizda 4 teng y minus x ga. Bu yoqdan x ni topsak, x ni chap tarafga o'tkazamiz. 4 ni o'ng tarafga o'tkazsak y ni o'zi qoladi minus 4. Endi x teng y minus 4 degan javobni qidiramiz. X teng y minus 8 javob bo'lmaydi. X minus 4, x minus 8, x teng y minus 4. Mana bu D javobga to'g'ri kelyapti. X teng y dan 4 gram taqsimol ayirsak. 31-savol. 2 valentli metall sulfatining molar massasi 120 gram taqsimol bo'lsa, metallni aniqlayapti. Demak, noma'lum moddamiz 2 valentli ekan. Endi sulfat kislotamizning qoldig'i SO4. Bizda buni negizini bilishimiz kerak. Sulfat kislotaning negizi 2, chunki u vodorodlar soniga teng bo'ladi. H2SO4 bo'lgani uchun. Demak, negiz 2 bo'lsa, bu ham 2 valentli ion bo'ladi. Endi 2 bilan 2 qisqaradi, 1 qoladi. 1 bo'lganda o'z yoziladi. X SO4 molar massasi demak bizda tenglayapti 120 ga. Endi X qo'shamiz. Oltin gurt massasi 32 qo'shamiz. 4 ta kislorod massasi 4 ni ko'paytiramiz 16 ga 64 teng 120 ga. X plus 64 ga 32 ni qo'shsak 96 teng 120. X teng 120 dan 96 ni ayirganimizda 24 chiqadi. Demak, bu magniy. 2 valentli metall bromidining molar massasi 200 gram taqsimol bo'lsa, metallni aniqlang. Demak, noma'lum moddamiz 2 valentli ekan, elementimiz. Bromidimizda brom ioni bizda H brom bo'lgani uchun negizi 1 ga teng. Demak, buni valentligi 1. Endi ikkalasi o'rnatsak 1 o'zi yoziladi, x ni o'zi 1 bo'lgani uchun brom tepasida. Endi x elementning tepasida 2 bromga tushadi. Demak, moddamiz x bromdan 2 ekan. Mana shu moddamizni emeri bizda deyapti 200 gram taqsimol. Demak, x plus bromdan 2 2 ko'paygan brom massasi 80 tenglaymiz 200 ga. X teng 200 dan 160 ni ayiramiz. 2 ni 80 ga ko'paysa 160. Bizda chiqadi 40. Demak, javobimiz kalsiy. 32-birinchi savol. O'quvchi oltin gurt 4 oksidining formulasini S4O2 ko'rinishida yozgan bo'lsa, u molar massa hisoblashda qancha adashgan deyapti. Demak, oldin o'quvchi yozgan formula bo'yicha molar massasini topib olamiz. Oltin gurtdan 4 ta deyapti. 32 ni ko'paytiramiz 4 ga. Kisloroddan 2 ta deyapti. 2 ko'paygan 16 qo'shsak 4 ni 32 ga ko'paytirsak 128, 128 ga 32 ni qo'shsak
128 plus 32 teng 160. O'quvchi hisoblagan formula bo'yicha molar massi 160. Endi biz oltin gurt to'rt oksidini o'zini formulasiga yozishimiz kerak, haqiqiy formulasi. Demak, oltin gurt kislorod bu 2, bu 4 bo'lgani uchun qisqaradi. 2 ga qisqarsa bu 1 qoladi, bu yerda 2 qoladi. Endi 2 ni tushiramiz kislorodga, indeksga. Demak, formulamiz SO2 ekan. Endi buni molar massasini hisoblashimiz kerak. Oltin gurt bitta bo'lgani uchun massasi 32, kislorodimiz 2 ta bo'lgani uchun 2 ni ko'paytiramiz 16 ga teng. 32 32 ni qo'shsak 64. Demak, oltin gurt 4 oksidini massasi bizada 64 ekan. Endi o'quvchi necha grammga adashganini topishimiz uchun ikkalasini farqini topib qo'yishimiz kerak. Demak, 160 dan ayiramiz 64 ni teng 96 gram taqsim mol. Endi bizda ko'p hisoblaganmi yo kammi? O'quvchi 160 hisoblagan, o'zi massasi 64. Demak, o'quvchi 96 gram taqsim mol ko'p hisoblagan. Demak, javobimiz A javob bo'lar ekan.